Ellikqal'a tumani Paxtachi mahalla fuqarolar yig'inida 90 o'ringa mo'ljallangan 36-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti negizida zamonaviy bolalar bog'chasi qurib foydalanishga topshirildi. Mazkur bog'cha zamonaviy talablarga to'liq javob beradigan darajada jihozlangan bo'lib, bolajonlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratildi. Ta'lim muassasasida mashg'ulotlar xonalari, shinam yotoqxona, keng oshxona, shuningdek bolalarning jismoniy va intellektual rivojlanishiga ko'mak beruvchi sport hamda o'yin maydonchalari mavjud. Davlatimiz rahbarining tegishli qarori asosida ushbu bog'cha uchun imtiyozli pul mablag'lari ajratildi. Yangi ta'lim muassasasining ochilishi Paxtachi mahallasi aholisi uchun katta quvonch bo'ldi. Endilikda mahalla ahli farzandlarini yaqin hududda sifatli ta'lim va tarbiya olishlari uchun bog'chaga bemalol yuborish imkoniyatiga ega. Ellikqal'a tumani Paxtachi mahallasida 90 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkiloti qurib bitkazildi. Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotimizda kuzatuv kameralari, televizorlar, bolalar uchun sport zallari, musiqa zallari, ovqatlanish xonasi, yozgi sog'lomlashtirishga mo'ljallangan yozgi ayvonchalarimiz tashkil qilingan. Bolalar bog'chamizda bolalar kelib sifatli ta'lim tarbiya olish uchun barcha shart-sharoitlarimiz yaratilgan. Tez kunning ichida bolalarni qabul qilishni boshlaymiz. Ta'kidlash lozimki, ushbu bog'chaning barpo etilishi nafaqat bolalar, balki ularning ota-onalari uchun ham katta yutuq bo'ldi. Bolajonlarning zamonaviy sharoitlarda ta'lim olishlari ularning intellektual va ijobiy salohiyatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Albatta, bunday sharoitlarni yaratishdan bolalarga zamonaviy ta'lim-tarbiya berish, yangi texnologiyalardan foydalanish ko'zda tutilgan. Misol uchun, bolalarni yosh guruhlariga taqsimlashda har bir guruhda faqat bir xil yoshdagi bolalarni tanlash va shunga qarab ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish, bolalarning har xil faoliyat bilan shug'ullanishlari va bir-birlari bilan muloqotga kirisha olishlari uchun zarur muhit ham yaratilishi lozim. Har bir yosh guruhlarida bolalarni jamoatchilik ruhida tarbiyalash va ularning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash ishlari samarali tashkil qilinishi zarur. Buning uchun esa bu yerda barcha imkoniyatlar mavjud. Mashg'ulotlar xonalari zamonaviy va ilg'or texnologiyalardan va ularning sevimli o'yinchoqlaridan foydalanilgan holda jihozlanib, bolalarning aqlini rivojlanishi uchun zarur bo'lgan mashqlar olib borish uchun imkoniyatlar mavjud. Shuningdek, ularning iste'dodlarini namoyon qilishlari maqsadida tashkil qilingan bayram tadbirlarini o'tkazish uchun mo'ljallangan faollar zali va bo'sh vaqtlarni a'lo kayfiyatda o'tkazishlari uchun ochiq havoda bolalar maydonchasi ham tashkil qilingan. Asosiysi esa binoda bolalar xavfsizligi uchun kuzatuv kameralar o'rnatilgan. Har bir xona o'ziga xos tarzda bezatilgan. Dam olish xonalari va oshxona hamda mashg'ulotlar xonasi, faollar zali shu yerning o'zida mos tarzda qo'l mehnatlari yordamida bezatilgan. Bolajonlar mashg'ulotlarda faol qatnashishi uchun albatta ular sog'lom va to'g'ri ovqatlanishi, o'z vaqtida uyquga yotib uxlashlari lozim. Sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilishlari uchun bog'chada har bir guruh uchun alohida hojatxona va qo'l yuvish uskunalari o'rnatilgan. Zero farzandlarimiz jamiyatda qanday inson bo'lib shakllanishi, kelajak hayotga dadil qadamlar bilan kirib borishi ularning bugungi kunda qanday shart-sharoitlarda ta'lim-tarbiya olayotganligi bilan uzviy bog'liqdir.